har qanday sharoitda ham o'z burchini vijdonan bajarishga qasamyod qilgan mard va jasur posbonlarimizning fidokorona xizmatlari va jasoratini barchamiz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz. Bayramlaring bilan ular Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Bobur Mirzo kabi buyuk bobolarimizning jangovar mahoratini sharaf bilan davom ettirmoqdalar. Mana shu qutlug' kunda vatan himoyasida doimo sergak va hushyor turgan mard va jasur o'g'lonlarimizni chin dildan qutlab, ularga kuch, g'ayrat va omadlar tilaymiz. Yurtning kuchi birlikda, qadri esa tinchlikdadir.